Yaxshilab yuvinglar, yaxshilab. Ya qo'lim kirib qoldi. O'yin qilma bola, hozir bankanchiga kallang tiqaman hozir. Ha, quyoshga qo'ylaring, biroz tursin, keyin kompot yapamiz. Ha. Onam yuboradilar, bankaga payqollarni beray ekansizlar. Ha? Rahmat. Shularga ona shunday ursak bo'ladimi? Ha, bo'ladi, yaxshilab qo'yib qo'yinglar, issiq o'tmaydi, maslahat qilasizlar bitta. Ona amchamiz bachasi, bonka payqon so'rab keldi. Ha, berma tag'in, kompot yapamiz. Bibi. Berdingmi? Berdingmi, kuchak? Ha, mana chivalarim chiqib ketibdi, eshitib yopib qo'y, kirmasin, bo'ptimi? Uziladi hozir. Mazaq ko'milamizdan bunga? Bava. Mazaq sotdimi, balon olib kelay. Ha, hozir. Mana shampu qayerga yo'qolyapti ekan? Ona! Onangni ko'rsataman hozir senlarga. Aya, bu qanaqa xolodilnik? Bu Volna xolodilnigi bolam. O'zbekiston hamda chet el hamkorligida ishlab chiqarilgan milliy brend. Eng zo'ri O'zbekiston iqlimiga moslashtirilgan. Undan ham zo'ri hozir aksiya ketyapti. Volna xolodilnikni sotib olsang, mashina yetib olishi mumkin. Kastrulkaga yaqinlashmanglar, kompot to'kasizlar. Masaga tegma dedim. Yoshlik sana o'ylamagankan